Jay ishlaringiz yurishib turganda o'rtoqlaringizdan ko'payib ketadi. Ko'chada har kuni hamma suhbatga chaqiradi, ovqatga chaqiradi, mehmonga chaqiradi, juda ko'p bo'ladi-da. Boshlarga borganingizda 5 talab, 6 talab priglastinga berishadi. Masalan. Bilamiz endi o'zini. Ertalab oshga borsangiz yana 6 tasini olib kelasiz. Misol uchun, ishi yurishmagan odamga bu narsalar. Shunaqa. Ha, ko'pchilik o'sha ishi yurishib qolganda, o'sha men obro'ga ega bo'ldim, do'stga ega bo'ldim deb ketdi bolalar. Gavayiga boramiz. Bugun xatga bormadik desa, Gavayiga bor. Bu galchi Keniyaga boramiz. Nima qilamiz? Jirafa edi. Bola bilan bor jirafani ko'rsin. Sen 40 ga chiqqan odam nima qilasan jirafa ko'rsan? Keyin uyda farzand o'ylaydiki, shunaqa ekan. Shunaqa ekan hayot. Otam men ham katta bo'lsam, ko'chada yuraman. Katta bo'lganda eslayman. Ko'chadan kelmaydi, otam ham kelmas-ku, hayot shunaqa deydi. Natijada uni ham oilasi kesildi.